Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugungi video roligimizda avtomobillarda statorni qanday tekshirishni o'rganamiz. Ishga o'tishdan oldin ikki og'iz mana shu shogirdchamiz bilan gaplashmoqchi edik. Bugungi bizning mehmonimiz, ustaxonamizdagi mehmonimiz Ibrohimov Ixlosbek. Ixlosbek, mashina minishni bilasizmi? Qachon o'rgandingiz mashina minishni? 3-sinfligimda. Yashha, malades. Kelajakdagi orzularingiz kim bo'lmoqchisiz? Harbiy bo'lasiz. Vatanga xizmat qilasiz. Mayli, tilaklaringizga biz ham qo'shilamiz. Xaridorlar ozgina stator haqida ma'lumot bermoqchiman. Mashinalarda hamma statori bir-biriga o'xshash, katta kichikligida farq bor. Xoh Devo bo'lsin, xoh Lada Zilovskiy bo'lsin, hammasi ishlash prinsipi bir xil. Mana bu narsa uchidagi Bendeks bo'ladi mana bu narsa. Mana bu narsa ruschasiga aytganda relay vitiagovichi, bolachoq biz tilimizda bolachoq deyiladi. Mana bu yerda yakir obmotkasi bor. Endi buni statorda qayerga ketganini tekshirishning oson yo'li bor. Masalan, statorni yechib oldingiz, aqlingiz yetmayapti qayerga ketganiga. Shunda buni tekshirib olishning oson yo'li bor. Mana ikkita perimichka sim kerak bo'ladi. Perimichka bo'lmasa, ikkita sim ham bo'laveradi. Shunda akkumulyatorda plus minusidan kabel olinadi. Minus doimiy mastaga beriladi mana stator korpusiga. Endi bizda mana birinchi mana bolachoqni tekshiramiz, obmotkani tekshiramiz. Obmotkani tekshirish uchun biz mana plus to'kdi, mana obmotkani mana bu yerda mana gaykasi bor. Yaqinroq olib videoni. Obmotkani mana bu yerda mana gaykasi bor. Mana shu yerga tekkizdirsak, mana obmotka aylansa, harakatga tushsa, stator obmotkasi butun bo'ladi. Mana ishlatib ko'rsataman hozir. Mana plusni beryapman mana. Mana obmotka seli aylanyapti. Endi bolachoqni mana bu yerda ishtekka suqiladigan joyi bor. Mana shu yerga plus to'k berilsa, mana bu Bendeks tortadi bu. Endi plus to'kni bunga tekkizdiramiz mana. Mana bu ham sog'lom. Bu ham ishlayapti mana. Urganda tek tursa, masalan, ishlamasa, mana shunday tortmasa agar bu bolachoq ishdan chiqqan bo'ladi. Bizda hozir bu rabochiy holatda mana ishlayapti. Endi statorda общий umumiy aylantirib ishlash prinsipini ko'rmoqchi bo'lsak, mana shu plus to'kni mana birinchi mana bu bolitga, mana relayni bolitiga plusni tikkizib turib, mana bu shtekерga plus to'kni tikkizdirganimizda perimichka qilsak bir-biriga stator qo'shadi. Mashinada ham xuddi shu proses bo'ladi xuddi. Mana endi tomosha qilasizlar. Plusni bunga tikkizamiz, buni shtekерga perimichka qilamiz. Xuddi mana shu holatda tekshirsa bo'ladi. Bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Obuna, like esdan chiqmasin.